Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun yana ShukurX PUBG Mobile YouTube kanalida do'stlar. Bugun sizlar bilan PUBG Mobile'ga yangi kelganlar uchun top 5 maslahatni, ya'ni maslahatlarni ko'rib chiqamiz do'stlar. Videomizni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Unday bo'lsa biz videomizni boshladik. Birinchi maslahatimiz bu FPS maslahat. Buning uchun nastroyka bo'limiga kirib olamiz va bu yerda pastga tushamiz. Bu yerda esa grafika joyiga o'tib, tepada necha turgan bo'lsa, masalan mana menda eng yuqori ultra bo'ladi, tepadagini esa eng pastga qo'yib qo'ysak, shunda yaxshiroq va osonroq grafika bo'lib, telefoningiz qotmaydi va batareyka quvvati ham tejaladi anchagina va telefoningizni FPS ham ancha oshadi. Ikkinchi maslahatimiz esa bu pik. Bu pikni hamma ham biladi. Naklon, ya'ni yonboshlash bo'ladi. Birinchisidagi boshqaruvga kirib, pastga tushsak o'zi yoqish turadi, o'sha yonboshlashni, o'shani bosamiz. Mana hozir ko'rsatib beraman. Nastroykada mana shu qimirlatayotgan narsam bu pik hisoblanadi, ya'ni naklon. Buni hozir qanday qilib yoqish va uni qanday to'g'rilash uchun men hozir 3 poligon, ya'ni mashq maydoniga kirib hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, mashq maydoniga ham kirib oldik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu pik. Bunday to'g'ri qilib otgandan ko'ra butun tanamiz chiqib qolyapti. Buni o'rniga mana bunday qilib, ya'ni pik bilan otsangiz anchagina yashirinasiz va odam o'ldirish ham foizi kattaroq bo'ladi. Bizni uchinchi maslahatimiz esa bu sakrash va tirmashishni ajratish. Bu ikkinchi takomillashgan boshqaruvda bo'ladi va mana ko'rib turibsiz, sakrash va tirmashish. Mana shuni birlashtirishga qo'ysak, mana shunday joyda sakrab otishayotgan paytimiz sakrab ustidan oshib ketib qolishi mumkin. Bu bizga juda ham katta minusga ishlashi mumkin. Buni o'rniga esa biz mana shu takomillashgan boshqaruvdan sakrash va tirmashishni ajratishni bosib qo'ysak, bu yerda bemor sapernigimizni sakrab bosib ketaveramiz. Bolalar, endi keyingi maslahatimiz esa bu giroskop. Buning uchun biz takomillashgan boshqaruvga o'tib pastroqqa tushamiz va bu yerda o'zi mana giroskop deb qo'yilgan, bizda doim yonib turibdi menda. Va buni telefonni mana bunday qimirlatsam, ekran o'zini o'zi qimirlayapti, qo'limni ishlatmayapman. Endi buni biz giroskopni nishon yoniqqa qo'yib qo'ysak, faqat mana telefonni qimirlatyapman, qimirlamayapti. Mana endi faqat priselda qimirlaydigan bo'ladi. Va buni mana ko'rib turibsiz, faqat o'sha prisellab zajim ishlayotganda, priselda odam otayotganda kerak bo'ladi. Va yana takomillashgan boshqaruvga tushib o'tsak va buni o'chiqqa qo'yib qo'ysak, hamma joyda o'chadi. Ya'ni o'sha o'yinda ham, priselda ham hamma joyda giroskop o'chib qoladi. Sizlar video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Shu videoda kommentiga yozib qo'ying, keyingi videolar qanday bo'lsin.